aytar so'zi shart yigit kelin poshsha ishqida yurak bag'ri dard yigit kelinimiz xo'p go'zal tarifi ming bir g'azal sevgani bilan uni bog'ladi taqdir azal. To'ylar muborak, to'ylar muborak, baxtdan qo'nab yashnasin ikki yosh yurak. To'ylar muborak, to'ylar muborak, baxtdan qo'nab yashnasin ikki yosh yurak. Друзья, наполним бокалы вином, желая удач молодым во всем. Дай Бог им счастья ночью и днем, пусть озарится светом их дом. Пусть каждый миг счастья вам принесет, ветер пусть горечь тоски унесет. Теплом будет согревать вновь и вновь нежная сильная любовь. To'ylar muborak, to'ylar muborak, baxtdan qo'nab yashnasin ikki yosh yurak. To'ylar muborak, to'ylar muborak,
to'y sohiblarini, farzandlari to'ylari munosabat bilan yozgan shukrona dasturxoni topshirgan bugungi kechamiz aziz mehmonlar. Bugun siz azizlar bilan shahrimizning go'zal boshqalaridan biri Nuruz restoranida hurmatli to'y sohiblarini diyorjon ekanmiz. Gulchiroy opamizning farzandlari bugungi to'y sababchilari kelib ko'ramiz. Muhammad Ali hamda Zilola xonlarni bahmisol oqshom naslida diydorlashtiramiz. Men fursatdan foydalanib bugun daramizga tashrif buyurgan barcha aziz yurtdoshlarimiz nomidan xizmatdagi san'atkorlar, ijodkorlar nomidan kelin-kuyovlarga baxt tilayman va to'y sohiblarini qolaversa siz aziz mehmonlarning ijodini tilayman. Bugungi to'yni ochiq e'lon qilaman. Bitta chiroyli qarshi bilan yoshlarni tabriklab salomat bo'linglar. Kelin-kuyovlarimizga o'tirib olishga ruxsat beramiz. Muhammad Ali, Zilolaxon baxtli bo'linglar. Azal-azaldan xalqimizning yaxshi kunlari, bayramlari, to'ylari urf-odatimizga ko'ra o'zimizni milliy chalg'ularimiz karnay sunnay davolarni boshladi. Shunday ekan, bugungi to'yni boshlash uchun navbatda karnay sunnay doira nog'ora sanalariga taqdirlaymiz. Ilohim ko'p yillar mana shunday bir go'zal davolar bilan xalqimizni yaxshi kunlarda xizmat qilish nasib etsin. Qadrli yurtdoshlar, bu oqshom yana bir aziz yurtdoshlarimizni xonadonlaridagi quvonchli kunni baham ko'rish uchun diydorlashar ekanmiz. Mana yana bir bor davramizni to'rida bugungi oqshomni shahzodasi va malikasi bo'lib o'tirgan kelin-kuyovlarimiz Muhammad Ali hamda Zilola xonlarga baxt tilayman. Ilohim yoshlarimiz qo'sha qarib baxtli, saodatli bo'lsin. Serfarzand, serdavlat bo'lsin. Keyingi mana shu paytlarda yaratgan ekan. Kelin-kuyovlarimizni o'zini eng ulug' ne'mati bilan siylasin. O'g'ilmi, qizmi, yaxshi farzand bersin. Diyor ekan bu xonadonlarda nabiralarini shukronalarida diydorlashga barchaga nasib etsin. Bugun xonadon sohiblari yaxshi niyat bilan farzandlarni to'yini, quvonchini yaqinlar bilan baham ko'ramiz degan niyatda Nuruz restoranida chiroyli dasturxon yozib, Shodiyoniga quda anda qavmi qarindosh
do'sti birodarlarni taklif etgan ekan. Men o'z navbatida mezbonlar nomidan barcha mehmonlarimizni bugungi to'yimizga, shodiyoniga xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Qadamlaringizga hasanot deb aytaman. Barchalarga yoqimli ishtaha va yaxshi kayfiyat bilan holda. Ana endi navbatni san'atkorlarga, ijodkorlarga, bularni chiroyli kuyi qo'shiqlariga taqdim etaman. Bugun davramizda o'zlarini chiroyli kuyi qo'shiqlar bilan xalqimizni yaxshi kunlarda xizmat qilib, elimizni mehr-muhabbatiga sazovor bo'lib kelayotgan O'zbek milliy estradasini iste'dodli ijodkorlari Meros guruhi xizmatdalar. Go'zal taronalar bilan kelin-kuyovlarni muborakbod etishun men davramizning markaziga Meros guruhi ijodkorlarini taklif qilaman. Marhamat, maroqli dam oling. 2 yoshga baxtli qolamiz guruhimiz nomidan yana bir bor to'ylarni bo'lamiz. Azizim ko'k ichra hironing bo'lib, kelsang gul kelmasang manoning bo'lib, xayoling ichra topgan hayoling bo'lib, bir yorug' oiladan seni
Meros guruhi ijodkorlariga minnatdorchilik bildiramiz. Ajoyib taronalar uchun qadrli yurtdoshlar, davom etamiz. Bugun mana shu dargohga har bir inson faqat yaxshi niyat bilan kelin-kuyovlarga baxt tilash, bularni ota-onalarni quvonchiga sherik bo'lish niyatida yig'ilganmiz va dasturxon atrofida ham chiroyli tilak, niyatlarni qilib o'tiramiz. Aytishadiki, yaxshi niyatli insonlar yig'ilgan joyga Allohning nazari tushar ekan deyishadi. Bugun diyor ekanmi xonadonlariga, yozgan dasturxonlari atrofiga yaratgan nazar qilsin, bugun qilinadigan duo, tilak, niyatlarga farishtalar omin desin. Yoshlar baxtli bo'lsin, ota-onalar rohatini ko'rsin. Ana endi sekin-asta tabriklarni boshlar ekanmiz. Albatta, odatimizga ko'ra bugungi oqshomni ham tabriklar sahifasini kelin-kuyovlarimizning yonlaridagi guvohlari, kuyovjo'ra hamda kelin yangi boshlab berishadi. Men davramiz markaziga kelin-kuyovlarni muborakbod uchun hurmatli kelin-kuyovlarimizning guvohlari, kuyovjo'ra hamda kelin yangani taklif qilaman. Qo'li bo'sh mehmonlar bitta chiroyli qarsak chalib berasizlar. Ilk tabrik boshlandi. Rahmat mehmonlarimizga yana bir bor yoqimli ishtahalar tilab qolamiz. Kuyovjo'ra marhamat qiling. Kelin boshlamizning guvohlari marhamat qilinglar. Mana shu ikkita inson yoshlarimizni davlatimiz tomonidan bitta oila deb qonuniy nikohdan o'tgan paytda shu oilaga guvohlik bergan guvohlar hamda bugun to'yimizda tabriklarni va o'yin kulgularni boshlab beradilar. Kuyovjo'ra marhamat qiling. Kelin boshlamizning guvohlari yangi qaysi tomondalar, kela qolinglar. Assalomu alaykum hurmatli guvohlar, to'ylar muborak bo'lsin. Demak, kelin boshlamizning guvohlari boshlaylar, marhamat. Assalomu alaykum. Oshonaga yig'ilgan aziz mehmonlar, ikkita yoshga baxtli saodatli bo'lishni tilayman. Ya'ni illegal bolani 5 yil olib kelish hammamizga nasib qilsin. Baxtli bo'lsin. Rahmat. Muhammad Aliga, Zilola, sizlarga baxt tilayman. Keyingi yillarga Xudo xolasa alla bolamni 5 yillarni olib keldi. Oka baxtli bo'ling, albishi. Tabrik uchun rahmat hurmatli guvohlar, sog' bo'linglar. Endi kuyovjo'raning guvohlari, kelin boshlaning guvohlarini davraga taklif qiling. Men davraga meros guruhini taklif qilaman. O'yin kulgular boshlandi.
qadr